Bugun sizlar bilan birgalikda sensorli monitorimizni ishlatishi plus taraflarini ko'rib chiqamiz. Bu monitorimizning eng katta pluslaridan bittasi sensorli qilib ishlangan va Windows operatsion sistemasida ishlaydi. Monitorimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 128 SSD xotiraga ega bo'ladi va 8 GB operativniy sistemada ishlaydi. Bu monitorning yana bir pluslaridan bittasi, siz bu monitorga videograf programmasini ulab turib, rentgen snimkalarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu monitorimizda videograf programmasi orqali interalniy kamerani ham ishlatishingiz mumkin. Ya'ni patsiyentning tishlarini, do ahvolini o'ziga rasmlari orqali, video orqali ko'rsatib, tushuntirib berish imkoniyatini beradi. Eng oxirgi plus taraflaridan biri, bu monitorimiz orqali siz turli xil videolarni, fotolarni qo'yib berishingiz mumkin bo'ladi. Bu patsiyent uchun davolanish jarayonida qulaylik yaratib berib, ishingizni yaxshi va sifatli tugatib olishingiz imkoniyatini yaratadi. Sizlarga ham shunaqa monitorlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.